7 yosh qiz, oyisi, opachasi o'tiribdi. Shikoyatlari bosh og'rishiga. Xo'p, qachon bosh og'riydi? Kechqurun og'riydi. Xo'p, oyisidan so'rayman, nimadan keyin og'riydi? Qiz javob beryapti menga. Men qachonki televizor ko'rsam, boshim og'riydi. Mani boshimni ibukli qoldiradi. Dorini o'tigacha bilyapti. Men yarim ichmayman, men butun ichaman. Bolalarni qarang, qotganini, menga kechqurun uxlayotgan paytdagi egisini ko'raylik dedim. U aytdiki, meni bolam uxlamaydi dedi. Mayli, nechida uxlasa ham, keyin kutib o'tirishadi. Masalan, 10 da keyin 12 gachami, 1 gachami qizlar o'tirishadi, kutib o'tirishadi. Qachon uxlasa o'shanda. Ona aytibdi, "Yo'q", deyapti. Meni bolam hammani kontrol qilar ekan deb, xullas. Mana kichkina bolacha hammani nima qilayotgan, nima ichayotgan, nima kiyayotgan. O'sha kuni oyisi daji kelsa, "Yo'q, sen bu kiyimda yotmaysan men bilan" deb qaytarib yubordi. Boshqatdan onasi o'ziga pijama olib kelib, boshqatdan ega qilishdi. Men nima bu narsani aytayotganim, bolalar o'zini hayotidagi bo'layotgan narsalarni o'zi hal qilyapti. Farqi yo'q qanaqa hal qilayotgani, to'g'ri hal qilyaptimi, noto'g'ri hal qilyaptimi, ota-onalar ham unga rozi. U hal qilayotgan narsasi bo'yicha. U to'g'rimi, noto'g'rimi ota-onalar o'zi ham kontrol qilyapti-da uni. Bola bilan o'rtoq bo'lish mumkin, lekin u bola. Baribir distansiya bo'lish kerak. Har doim ham bolalar kattalarning suhbatlarini eshitib o'tirish kerak emas. Bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki ular tushunmaydi-ku, ular nima haqida gapirayotganini. U o'zicha fikr qiladi, o'ziga shunaqa xulosa qilib oladi. Shuning uchun baribir bolalar o'zini o'rnida, kattalar o'zini o'rnida bo'lgani yaxshi.